el yurt posboni va qalqoni bo'lish bu dunyoda eng ulug' va muqaddas ishdir. Bunday sharaf hammaga ham nasib etmaydi yangi O'zbekistonda. Bunday sharafda mana shunday buyuk xalqimizga xizmat qilib, posbon va qalqon bo'lish sizlarni yelkalaringda. Bir narsani bilinglar, vatanni sevgan, vatanparvar bo'lgan, buyuk bobolarimizga munosib bo'lgan hech qachon orqaga qayilmaydi. Sizlarni Vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimdan tabriklab, sizlarga sihat, salomatlik, oilaviy baxt tilayman.